Assalomu alaykum. Mana 350 talik inkubatorımizga 12 ta tuyoq qushni tuxumini tushadigan qilib yasab berdik. Buni ozgina o'zgartirib qo'yganmiz. Hozir ishlash jarayonini ko'rsataman qanday qilib. Tuyoq qushni tuxumini uchini pastga qilib mana bunga qo'yasiz. Mana bu qisib ushlab turadi. 6 ta tushadi bitta etajiga. Hop, datchigini mana bu sentridan pastga osiltirib qo'yasiz. Mana bu o'rtasida turishi kerak, mana ikkita nimani o'rtasida turishi kerak. Grasini o'zgartirish uchun mana setni bosamiz. U bilan downda kerakli grasga qo'yamiz. 36 yu 4 mi dekin, 36 yu 2 mi dekin turishi kerak menimcha. Tuyoq qushniki esimda yo'q. Hop, bu grasini qo'ygandan keyin o'sha 40 kun mobaynida shu grasda turadi. Undan keyin belanchagini tekizlab turib, mana bu yashikka mana shu holatga qo'yib, tuxumini yotqizib qo'yib qo'yasiz. Bularni olib qo'yasiz, bular chiqadi bular. Mana shu holatda. Endi belanchagini yurgizish uchun ikkinchi knopkani bosasiz, yuradi. Buni ko'rsatib beraman. Suvini mana shu holatda qo'yasiz, bir-biriga ulab qo'yasiz. Belanchaga o'zi har 90 minutda yuradi. Shu ikkinchi knopka bilan yana bir marta bossiz to'xtaydi, yana bir marta bossiz orqaga yuradi. Tekis bo'lganda o'sha 40-kuni mana kulchatorini o'chirib qo'yasiz, yashillarni qo'yib qo'yasiz. Mana bu yashillarni qo'yib qo'yasiz. Gradus almashtirish set bilan bo'ladi. Mana setni bir marta bossiz margat qiladi. Shunga kerakli gradus qo'yasiz u bilan downda. Keyin yana bir marta setni bossiz, namligiga o'tadi. Namligini ham ko'paytirib tushirasiz. U bilan downda kerakli namlikni qo'yganingizdan keyin yana setni bosasiz, saqlanib bo'ladi. Sizga kerakli gradus teriladi. Hop, belanchani yurgizmoqchi bo'lsangiz, mana ikkinchi knopkani bosasiz, yuradi. Yana bir marta bossiz to'xtaydi, yana bir marta bossiz orqaga yuradi. Tekis bo'lganda mana buni o'chirib qo'ysangiz, tekis bo'lib qotib qoladi.